Chinozdan buqani zo'ri keldi, Ablikol. Akalar jo'natib yubordi. Hozir kirib ko'rib, hali savdo qilmaganman. Telefonda baraka qilamiz, xudo xolasa. Yuring. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Molingiz kelibdi aka. Yaxshimisiz aka? O'zingiz tinchmisiz? Ablikol. Bu aka necha pul so'yib beramiz? Narxini ham gaplashmadik. Jo'natib yubordik, sizdan kelishib olamiz deb. Aka endi 115 ming bo'lsa yaxshi bo'ladi. Kelishtirib bering. Nechta? Kelishtirib bering deyman. Mayli, kelishtirib beramiz aka. Necha pul qilib berasiz aka? 115 ming lekin aka qimmat aka. Mol yaxshi zo'r ekan, Ablikol. Qachon ekan? Yog'sizgami? Yog'i bilan so'rayapsizmi aka? Mayli, hozir yo'q ko'p ketmayapti-ku, shuning uchun yog'siz 115 ming mayli bera olaman. 110 ming bermaysiz-da, so'rasam. Yo'q, 110 ming yog'siz bo'lmay qoladi, beracağım. Kelishtirib bering. Yog'ini zvoyga tashiydigan qilib, o'zi bular unaqa ko'p yog' qilmaydi aka. Yo'q, bilaman aka. Yog'ini zvoyga o'tkazib aka, 110 mayli 110 ming emas, 112 ming qilib berasizmi? To'g'ri kelsa, hozir ma'qul bo'lsa sizga olib kirib so'yib yuboramiz aka. 7 bo'likka so'yiladi faqat aka. Xabarim bor, nima aka? Bo'lmasa shuni 110 chiqsaychi, nima aka? Aka, endi 1000 so'm qilib o'tirmay, keyingi mollaringiz bilan ham kelishib olaveramiz aka. Yengil baraka bering. Yengil tugatib pulni tezroq berib yuboraylik sizga. Mol yaxshi-da, mol sifati zo'r-ku, 113 ming qilib beraman. Aka, 112 ming so'm naqd pulga aka, bo'ladimi? Tarozi ustida kelasiz, pul olib ketasiz. Naqdmi dedingizda? Naqd beramiz aka, so'y bo'lganda kelib olib ketasiz pulni. Ha, o'z bo'ldi, mayli, barakatim bersa. Toshiga barakatim bersa. Bo'ldi aka. Bo'ldi, baraka aka. Baraka toping, xo'p. Xudo xolasa 112 ming so'm yog'sizga baraka bo'ldi. Bizda zo'rdan zo'r. Shuni biqinlarini, kareykalarini o'zimizni zo'rdan zo'r kafesiga olib borib, shashliklarni, milliy taomlarga shu go'shtdan ishlatamiz. Shu bugun so'yiladi. Shu go'sht mahsulotlarini yarmini yoqqa jo'natamiz. Yarmi o'zimiz do'konga kirib sotiladi. Endi bitta mol ko'plik qiladi hozir kafega. Xudo xolasa shu oq buqamiz, Ablikol buqamiz 112 mingdan ham yog'iz bo'y o'tishga baraka bo'ldi. Shuni biqinlarini, kareykalarini, viriskalaridan o'zimiz kafega shashlikka jo'natamiz. Shu bugun jo'natamiz. Sog' bo'linglar. Yosh mol yumshoq pishadi bizda.